Dasturimizni Voha markazida sahifasi bilan davom ettiramiz. Unda Termiz shahridagi kurash majmuasi faoliyati bilan tanishasiz. Rahmat studiya. Bugungi kunda yurtimiz sportchilari jahon arenalarida faxr bilan ishtirok etib, yurtimiz bayrog'ini baland ko'tarishmoqda. Albatta, bu natijalar ortida sport sohasini rivojlantirishga qaratilgan keng ko'lamli islohotlar hamda sportchilar uchun yaratilayotgan imkoniyatlar, shart-sharoitlar turibdi. Ayni paytda biz Termiz shahar yakkakurash sport turlariga ixtisoslashtirilgan sport maktabiga qarashli Alpomish kurash majmuasidamiz. Ushbu kurash majmuasi xabaringiz bor, yaqindagina qayta qurilib, foydalanishga topshirildi. Ushbu majmuaning rekonstruksiya ishlariga ketgan sarmoya hamda boshqa ma'lumotlar haqida bizga viloyat yakkakurash sport turlariga ixtisoslashtirilgan sport maktabi direktori Olmaka Xudoyqulov berib o'tadilar. Assalomu alaykum Olmaka. Aytingchi, bu kurash majmuasining rekonstruksiya ishlariga qancha sarmoya kiritildi? Bu kurash majmuamizda rekonstruksiyasiga 39,5 milliard so'mni tashkil etadi. Bugungi kunda bu sport kurash majmuamizda 50 dan ortiq nafar sportchilarga yotoqxonalar mavjud va 50 dan ortiq sportchilarga oshxonalar mavjud va sportchilar uchun maxsus saunalar tashkil etilgan. Bugungi kunda dzyudo viloyat terma komandasi 13-14 yoshli sportchilar saralab olinib, o'quv yig'in mashg'ulotlari olib borilmoqda. Bu sport majmuamizda. Sport majmuasi qancha sportchilar uchun mashg'ulotiga mo'ljallangan? Kurash majmuamizda sportchilar 300 ga yaqin sportchilarni qamrab oladi ushbu sport majmuamiz sport mashg'ulotlarida. Rekonstruksiya ishlaridan keyin yangi zamonaviy jihozlar ham keltirildimi? Yangi sport jihozlari mana Germaniyadan tatamilar, kurash tatamilari olib kelingan, dzyudo tatamilari olib kelingan, boks uchun maxsus ringlar olib kelingan. Bugun o'sha tatamilarning ustida sport mashg'ulotlari bo'lib o'tmoqda. Sportchilarning natijalari qanday? Shunga yarashadir? Sportchilarning natijasi ancha yaxshi. Mana yaqinda o'tgan Bahraynda o'smirlar o'rtasida Osiyo o'yinlarida birinchi o'rinlar sportchilarimiz keldi. Surxondaryo viloyatidan og'ir atletika bo'yicha bular hammasi yakkakurash sport turlariga ixtisoslashtirilgan sport maktabi sportchilari hisoblanadi. Demak, yaxshi natijalarni qo'lga kiritishgan. Katta rahmat. Olim aka ta'kidlagandek, ayni paytda bu yerda maxsus o'quv yig'in mashg'ulotlari ham bo'lib o'tyapti. Bu o'quv yig'in mashg'ulotlarida vohaning tuman va shaharlardan kelgan sportchilar ishtirok etishyapti. Menga hozir Hasan aka Ro'ziyev dzyudo bo'yicha murabbiy mana shu o'quv yig'in mashg'ulotlari haqida qisqacha ma'lumot berib o'tadilar. Hasan aka, aytingchi, bu o'quv yig'in mashg'ulotlarini o'tkazilish maqsadi nima? Bu o'quv yig'indan asosiy o'tkazish maqsadimiz xalqaro va respublikamizda o'tadigan nufuzli musobaqalarga tayyorlash vazifasini o'tab beradi. Qancha sportchilar ishtirok etishyapti? Bu o'quv yig'inida viloyatimizdan kelgan turli hududlardan 100 ga nafar dzyudochilarimiz ishtirok etishyapti. O'quv yig'in mashg'ulotini faqatgina o'zimizning murabbiylar o'tishyaptimi yoki boshqa joylardan, masalan, boshqa viloyatlardan tashrif buyurgan murabbiylar ham o'tishyapti? Viloyatimizdan turli hududlardan murabbiylar kelishgan hamda xorijlik mutaxassis Junna Kikuchi tomonidan rejalar asosida o'tilyapti. Katta rahmat. Ko'rib turganingizdek, bu yerda o'tilayotgan mashg'ulotlar va barcha zamon talablariga mos holda jihozlangan mana shunday joylarda o'tiladigan sport mashg'ulotlari bugun keyingi, ya'ni kelajakdagi musobaqalarda yanada yuksak o'rinlarni egallashga zamin yaratadi. Biz Voha 24 informatsion dasturi uchun Voha markazida sahifasi orqali jonli bog'landik. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.